Punkt 3 bir-birini narşat etmez. Punkt 3 bir-birini narşat etmez. Ha? Skrytное наблюдение mümkün emas. Bilesizmi, ministr MVD'den 13-cü mayına Skrytный bolbaylar, sizde açık ele çekip açık ele emas. Birinchidan, narxi betdan bu betga o'tyapsiz. Yo'q, nega? Yo'q, dokument bor. Qanday haqqingiz bor? Alın dokument. Skrytное наблюдение men to'xtab olishga haqqim bor, bilasizmi? Skrytный yig'ilgan jo'qman. Ana jo'q. Mashinasi qani? Mashina qani? Mashina qani? 5 mashina jo'q, aniq жазсаң жазып. Yo'q, nega yo'q? Bilasizmi, prikaz bor. 4 tane mashina bor. Yo'q, ol meni nima emas da milletim emas. Bravo, prikaz chiqqan. Ministr Irsaliyev chiqargan prikaz bor. 13-mayda. Dislokatsiya list bormi? Bor, bosib. Olib keling ko'rsating menga. Aldayım dokumentni. Niye qo'shmamilti qilasiz? Yo'q, dokument. Yo'q, niye sen deb otasiz meni? Ha, ne deyapman? Yuridiskiy litso huquqi bormi sen degani? Dislokatsiyani olib keling. Men sizga berayim. Dokument. Siz meni hozir zo'rliqda baltasiz, men bering. Alın iste, men sizden talab qilib o'tman. Yo'q. Talagan jeringiz bor, arzdaning. Gabarit punkt qaysi? Punkt qaysi? Siz o'zingiz bilmaganda men so'rayman. Men bilaman aka, men bilganim uchun so'rayapman. Нарушение правил перевозки грузов. Gabaritda esa, gabarit qancha metrdan qancha metrgacha bo'lishi? Qancha? Nega ruxsat emas? Rashiniya Alçıldaşpaç al dokument. Qalagan jering borchi, жазган жериңе жазып Құдайға шүгір мен. Selebe. Krisham бар. Selebe aka, Krisham meni Krisham Құдай. Onday deveng, yo'q, Krisham bor. Juma kuni gitcha bunday siylasangiz onda sen deb o'yla. Sen deb o'yla suyla. Sen deb o'tasiz. Bak qalagan jering bor, жазып ket. Ne deganing? Ne deganing? Sen narshini административный правонарушение qiltasizlar, turib? Nega? Ne? Skrytное наблюдение birinchi. Ikkinchidan, punkt 374 narshida sen de suyla. Qo'ysang edi Osmon, tushun. Hozir bu hududda chalaylik bir shekil. Sen men Dislokatsiya listi первый потребный so'raganda ko'rsatish kerak, turadi. Men starший emasmi berdim, meni starший Ana starший? Kim starший? Stoyankaga ketdi. Araboyev degan. Gabarit mesela tushuntirib qo'ying do'stim. 1 metr og'lig'i, 1 metr orqaga, 1 metr ustida bo'lsa, nima 10'dan 9'da bo'ladi? Qancha bilmayman, alçı dokument, sen mana qalqingizgan. Men bilganim uchun aytaman. Onda pul men bor, vasinda. Yazmoqdan yaz. Yaxshi-ku. Tushunaymi? Birinchidan men Xudoga shukr, bunday. Men senga birdek deb aytaman. Просто zakondoshman ishlaysiz. Al dokumentni normal. Niye qiynayapsiz? Ne? Kuchni nominal jash. Seni men qo'rqib deb o'taman. Mizam chegindi ish qil deb o'taman men. Chegindalik ish qildim, mana skrytno. Bu yoqdan o'tib kelayotgan o'ylanayni. Uni mashinani zakon tushuntirgan odam men senga aytdim, o'tganingni aytib aytaman. O'tganing boshqa narshini, skrytное наблюдение ministriyada chiqqan только служебный mashinada to'sish kerak, turadi. Yo'q bo'lsam ne qilayman men? Ana sen 4 spes mashina olsa. Bana biraz biri stajyer o'ylasam mı? Men do'stim, men qara. Stajyerga berib. Kayfiyating o'ldirib mana ulg'aygan kunda bugun juma kunida. Juma kunida настроениyaning o'ldirib. Sen o'ldirib o'tmasin, skrytida. Xudodan qo'rqsang, skryt emaslar oldin ochib qo'y. Skrytное наблюдение deb spes mashina yo'qligini aytadi. Qanday o'qib, attestatsiyadan o'tgansin bu sen? Ha? Gel chaqdi. Ha, sağ göstereyim. Familiyang kim? Familiyam Ruzi. Gel, sen bak, shunga. Hozir o'qdim. Ministerga aytsan, agar yaxshi bo'lsa, men de aytadim, spes mashina, 4 spes mashina olsa. Nima qara? 3-7 o'qimna punktda o'qisan sen. Ne deb yozasan? Sen nega qo'sh ma'mila qilasan onda? Kichkina siliq ma'mila qilsan, qara. Ishing ne, qalaningni qilsan. Unday deb. Charchatdim men seni sen dedimmi, boshqa narsa dedimmi? Aytsam? Qo'ldan kelganini qilsan. Unday deb. Qo'y. Aytma, so'kdi de, urdi de. So'kinma. Jinnaqli deb. Şimdi yazık öyle ha? Ne zakon oldu yere geldi.